Xo'p ona, hozir formalarimni yuvib qo'yaman. Jasur, mahallaga kelib ketgan, senda gap bor edi. Jasur seni chaqirganimdan maqsad, senda seriozniy gapim bor. Shuni ertaga kunduzda gaplashsa bo'lmaydimi? Menga uslub qo'yapsanmi? Menga qara. Hozir xatdan qaytaysan. Qo'lingni ol, men senga отчет berishim kerakmi? Sen hozir kim oldidan kelyapsan? Kimga nimani berding? O'sha menga отчетga bo'ldi. Madina oldida nima qo'rlashib yuribsan? Nima, Madi sen yaxshi ko'rgan qizingmi? Jasur, Madimani yaxshi ko'rgan qizim emas. Prosta sandaqa bolalarning qo'lida o'yinchoq bo'lishini xohlamayman. Onasini bilasan o'zi qanaqa ahvolda. Mana yomon niyatim yo'q. Men sog' bo'lasan. Charchama. Mujik, gaplashamiz. Allo, men u maktabdan ketdim. Abdazim degan bola bor ekan-ku. O'sha bola jahatidan oshib ketibdi. Tarbiyalab qo'yish kerak. Nech pul desiz beraman. Faqat o'zingiz keltirib qo'ying o'sha bolani. Xo'p.